Yaxshimisilar do'stlar, men yondimman. Bugun sizlarga so'zlaydigan kinolarimiz bo'lsa, qiynoqsiz bilan mükemmel o'ynab og'riqlarni murabbaga o'zgartiradigan qiz bolaning hikoyasi. Bosh personaj Fatih badaniga kul chekadigan, tamakini yo'l chekadigan, kechalab uyga kirmay yegani nil bo'g'icha ichadigan isil fazilatli qiz bola bo'lib, kichigidan boshlab boy xo'jamga tegib olsam, nima qilib etsam mayli deb tush ko'radigan sodda bir qiz bola. Mana bugun Fatih orzuga yetib, mayliga cho'ng boy Alex tegadi. Cinim, odamlar bek ozg'u, mato'y ziyonga ma'amdonimo. Ensirma jinim. Pul tepish har ikismi maqsad emas. Sening maqsading levamda bo'lsin, mening maqsadim ig'ingda. Yurgan qalbingda. Maya qarang, kishmish. Mahotun qaldisidan ketmaganda, qaldis sahos to'y qilam dedi-da. To'yin tartibli o'tkazilyotdi. Jiroqda bo'lsa bir qavziyat bo'lgan mo'may injiqlab o'ltiradi. Kelinning qiynapsimi kelinni jiddiyleşib qolmasin deb yeniq kelib ko'ngilni yasaydi. Cinim qizim, ziyon chekamsiz. Kechki jangda charchab qolmang bo'lmasa. To'vodanga opa, sho'lay yushi jungdan qayning ish qo'ysin bilmayman men. Odamni xijil qilib kechda jang pa deydi ya. Hey nadam Fatih, sen o'ylagan jang hargizmi u so'zlagan jang emas edi. U davatgan jang haqiqiy qonliq jang. Lekin sen o'ylagan jangmi qonliq jang-da? Kesh bo'lganda hammamiz taqazoliq bilan kutgan ko'rinishlar chiqay deb turishiga yigit tuyuqsiz to'xtab oladi. To'xtang jinim, mening cho'ng opam kelib qoldi. O'sh, nima deydigansiz? Sizning nima cho'ng opangiz keldi? Ishqoldida qarab turgan cho'ng opasi qiz o'g'ilni qattiq cho'chitdi. Amaliyotda Alexning jamiyati ko'ri chesh hol damkisi etib boyog'an jamiyat bo'lib, jamiyatga kirgan har qanday bir yangi odam cho'qim urug'tiqanlar bilan bir qo'l o'ynash shart edi. Nima o'ynaymiz? To'dichu? Sajinxo? Nima deymiz hamda ashundaroq bir o'sh ansirmanga jinim. So'rindikida o'yin bo'lgan bo'lsa men qiqqas yo'qdan chiqarib yetma. Mana o'yin boshlandi. O'ylamagan yerdan azaldan dovdi juduf turib baxmagan Fatih nim bo'ldikin tang bilmadim, men so'rash qilib yetmadim. Ajoyib sisiq ko'rdim birini tatib oladi. Nima? Mokomokolan? Ishdan xabarsiz turgan Fatih xo'shal bo'lib, qaranglar. Mokomokolanka dambo chishola o'ynaydigan bo'ldik. Dambo shishola. Qizim, o'yinning qoidasi bek oddiy. Siz mümkünsiz biz topimiz. Sizni tip pasak. Qiynatanmazkensiz. Unda sho's baldiraq deb olasizlar. Mana o'yin boshlandi. Alexning dadisi saymonlarni ilib taqtishga boshladi. Mana, matom uzunni sizga beray. Olay xotim ma inchik uzunni sana beray. Sizga ma kichiga yetib ashada. Amaliyotda bular Fatihni tutib olsa hargizmi emas, balki bachko qilmoqchi edi. Fatih o'z liftning ichiga kirib, bu videoni jo'an Fatihni zang qilib o'ltiradi. O'yin boshlanishi bilan hamma odam Fatihni izlashga chiqibdi. Fatih! Opa, o'zlar bizning videoni o'zidan qo'yibdi. Osh, xalagancha o'zidan qo'yadigan cho'ngdatsidan mo'miximika. Qisadigan yerni qisamagan Fatihxon mukini olgan yerdan chiqib ketib, u yoq-bu-yoqda lol-bulaq qilishni boshlaydi. Xudun, men. Yaqinma. Hozir ocham meyda po'jangiz otidi. Alexning gibi tugmay turibdi shiraqdan bir po'jangiz chuuni kulib van. Ana malayning boshiga tegib, malayni o'ngsiga tushirdi. Amaliyotda ularning maqsadi hargizmi Fatihni tutulib qilish emas, balki Fatihni jo'ziga 5 burchak qilib bog'lab qo'yib, xanana qilmoqchi edi. Jinim, gapim quloq sol. Men seni zo'rmoqchi. Anglamayman. Gapim quloq sol. Anglamayman. Ishtampay pax kiymayman. Voy, elim ishtampay pax kiygining chog'liq jinim. Gapim quloq sol. Hey, mening gapimni bir anglasangchi. Hey, qallisini shaparang cho'qib olgan. Hey, mening gapimni angla deyapman. Alex Fatih sen darhol qochqin. Qochmasan ular seni tutib oladigan bo'lsa, sen o'p qolasan deydi. Qaplab uyqudan uyg'ongan Fatih, endi cho'nglar ko'maydi-ku, ochiqroq kiysam kimning kori debla kiyimlarini yechishga boshlaydi. Men jissam junko bo'ladi. Yani jissam mo'shong bo'ladi. O'g'irliqchi timsiqlab chiqqan Fatih koridorga chiqmayli qiynoatlarga yo'liqib qoldi. U qiqqos qiz oldi biri ko'rib qoldim. Yo'q, bolam, men sana badam amininki. Geptik tugmay turib, nereden chiqqan saran xotin ketdan tatatang qilib qoladi. Fatih o'z fursatni chim tutib ketib ketadi. Hamda bir actionning ostriki saytdan actionning rasmining ostriki saymanini ilib o'zini qurollantirdi. Ko'ngzi shunda aytidir-ki, qizlarning yomoni g'ayvat xor kelin, gapimni xato tushunma bu yovlen qilin. Darg'azabga kelgan Fatih, hatto sanji jonimi olmay, en chonchiga qarab yo'lga chiqdi. Hamda nihoyat tezlab birinchi qonni oldi. First blood. İşlardan xabar topgan dadisi qattiq ranjiydi. O'lak men yosh vaqtimda 5 ni 10 ni 30 ni uratdim. Ha? Siz bunda demagan-ku.
Buni azitib, abrimini darhol top. Taң atqış tapamısan, hemmemiz tugishimiz. Durus, Momay to'g'ri aytdi. Alexning uydagilarini burun birisi qog'ib etgan bo'lib, o'yinda uttirib etganlarni vaqtida yo'qitib etmasa, tong otganda oila bo'yicha hammasi yo'qolib ketadi. Qochadigan yerni topolmagan Poti o'diqqindan qo'tonga kirib oldi. Hamda falokatli qilib o'rak ichib ketdi. Bu o'rak amaliyotda kelin bilan kuyovni ko'madigan o'rak bo'lib, Poti opangga opirib unda kelinchaklikni debli ketmoqchi bo'ladi. Hamda doim o'z yolg'iz qolganda shiltib ko'ngan o'ng qo'li bilan sho'tiga yomishidi. O'rakdan qochib chiqqan Poti Rishotga yiniq kelib, qattiq o'ksib yig'lab ketadi. Abla, ey çoğala. Patining ig'irligini ko'taramligan Rishotga tuyuqsiz uyurilib tushdi. Mana, semizlikning asqatilgan vaqti bordi. Orin tasdiq qilib chiqqan bechara Patining nereden kelgan bir qiyri buzuq kelib, yagi besib oladi. Ya, qatmagayo. O ne qatsiz. Manimam qarang, manimam. Yey be kichikka. Pati qiyri buzuqning qochtig'i shikkini qo'yib mashinasini bulab qochadi. Lekin bu mashina yerim yo'lda to'xtab kelib, Patini yana tutib oladi. Hamda muzikani o'ligidek chin qo'yib, uyga qarab yo'lga chiqadi. Bir peshvo bilan mashina to'xtatib etgan Pati yana qochib ketadi. Lekin nereden daha sarsıyorsun? Alex'ning akisi Tony yana tutib oladi. Of, tuta, qacha, tuta. Muku lan ya bu didishonmi? Mana, ko'zni yumib ochqich tomoq yeydigan vaqt bo'ldi. Hammanglar qo'llarini yuyishib, jo'zi o'pchirsiga yig'ildi. Ishga qizga qilay, ha. Kelib qoptoq so'rang'amiz. Ama Tony mi quruq kelmabdi, so'rang'a qizlarni kelibdi. Yaxshi tanishib qoldik, qizishib bitayli. Qo'sha. Tuyuqsiz hammanglarga yangi akagan musallas ziyon qilib ketdi. Ey, quruq issimishda bo'ldi emasmi? Fursatni ko'zlagan Pati xuddi jon kirib qolgan dopanjidek sakrab qo'pib ketdi. Amaliyotda bu Tonyning qildiq bo'lib, u Patini qutqizib qolmoqchi edi. Lekin Tonyning ayoli chidamay, "Sen erimga chiqilib solding, erim mayna top ketdi" deb erini naq maydonda loxiy ko'tdi. Alex bo'lsa opsi bilan Patini jangisab qo'yib, "Qaysinglar ussanglar shuning gapiga sap" deb bir chetda joyo deb o'tirdi. Xo'tin, sevdim. Sening ras bo'lsin, sening ras. Mening ras bo'lsin, sening ras. Sening ras olmay, kimning ras? Lekin sen nemishki tavran qilsa? Men tavranga uyushdim-ku. Unda qilmasam olmadi. Ko'pchilik Patini jo'zg'i besilib, bu qizning chechini tavran qilmay nay qo'yib dayli deb turishiga tuyuqsiz tong etib ketadi. Ko'pchilik qo'rqindan ko'zlarini ocholmay qoladi. Chunki tong otganda ular Malina murabbosiga o'zgarib ketadi. Hechni bo'lmaganligini his qilgan Momay polsini ko'tarib shundoq voqirishiga vangni qilib Malina murabbosiga o'zgarib ketdi. Mana hikoyamizmi tugadi. Pati bo'lsa to'y qilganiga kekirtekkicha joq to'ydi. Hamda bu daqiqatim denzan ko'nfoq g'allog'ila tegma degan niyatga keldi.